Cho'chcha ham qo'yavergan, kallani chiqarib yuboradi-yu. Ha. Qani kim bilan dogovor qilamiz? Mana qo'ylarni ko'rdingiz. Nima, qaysi kanaldan ko'rib? Mana bu Sardor bloger, o'g'lim. O'zimizning Instagramimiz. Instagramdan ko'rib keldinglar aka. Instagramdan. Mana qo'ylarni ko'rdingiz, sog'liq salomatligi, yeb ichishini ko'rsatdi. Mana kechqurun baraka qildik. Endi hozir mana tortamiz. Tortib mashina keldi. Alloh barakasini bersin. Rozimisiz? Ha, roziman aka. Barakasini bersin. Puldan baraka topaymi? Toping. Qo'ydan baraka toping. Umringiz ko'paysin. Iloyim mana o'g'lim Sardorni ham Sardor kafe mana profiliga like bosib turasizlar. Haftada bir marta chiqazamiz. Inshaalloh nasib. Realniy narx, to'g'rimi? Ha, realniy narx. Alloh barakasini bersin. Bo'ldi. Tanlab sekin-sekin. Bo'lasizlar hammasini. Xullas, qo'ylar bir joyda 15 tasi ketdi. Shu qo'yimiz ketdi. 6,5. Ketdi, olib ketdilar. 50 turmush shunaqa. Yo'q, kuchdan oshiq aka. Cho'chcha ham qo'yavergan, kallani chiqarib yuboradi-yu. Ha. Bo'g'ar. Ay. 59,5. Aka mana 15 ta qo'y hammasi yuklandi. Общий kilosi 828 kilo bo'ldi. 66 million 280 ming so'm bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Qo'lidan baraka toping aka. Xudo xolasa. Bitta joyda qo'ylardan 15 tasi ketdi, 15 tasi yuklandi. 80 ming so'mdan живой vest oyoq o'zida ketdi. So'yib berishga necha pul dedi? 130 ming so'm. 130 ming so'mdan so'yib beradilar. живой vestda 80 ming so'mdan. Kimga qo'y xizmatlari kerak bo'lsa, живой qo'y kerak bo'lsa, dadanga murojaat qilasizlar. Pastga nomerlarini yozib qo'yaman. Kelasizlar, tanlaysizlar, yoqqanini o'zingiz olib ketaverasizlar. Bemalol. Sardorga like. Like bosib, qo'y boqadigan darajaga jo'natib qo'yinglar. Nomeradi.